Assalomu alaykum. Men Yuldasheva Dildora Dalikuziyevna 25 yillik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali endokrinolog dietologman. Sizlarga bu videoda parhezning turlari, nima uchun kerak va uning bir-biridan afzalliklarini tushuntirib beraman. Sog'lom turmush tarzining asosi bo'lib bu parhez hisoblanadi. Parhez organizmimizni sog'lom ushlash va tanamizdagi kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish va tana vaznini nazorat qilish uchun muhim hisoblanadi. To'g'ri ovqatlanishda biz har doim sog'lom ovqatlanishni tushuntiramiz. Oddiy qilib aytganda xalq tilimizda PP ovqatlanish deymiz, ya'ni правильное питание. To'g'ri ovqatlanishda biz birinchi navbatda uglevodlarni, ya'ni sodda uglevodlarni kamaytirishni tavsiya beramiz. Sodda uglevodlarga, masalan, juda ham shirin har xil konfetkalar yo bo'lmasam gazli shirin ichimliklar va shakarga bog'liq bo'lgan mahsulotlarni chegaralashni buyuramiz. Shu bilan birgalikda xamir ovqatlar, bulchkalar, konditer mahsulotlari bularni ham chegaralashni tavsiya qilamiz. Chunki bu mahsulotlar organizmimizda tez yog'ga aylanishi va tana vaznini oshirishga yordam beradi. Qandli diabet kasalliklarida esa qondagi qand miqdorini keskin oshirib yuboradi. Sog'lom ovqatlanishda esa asosan murakkab uglevodlar, ya'ni yormalarni va juda sekin hazm bo'luvchi uglevodlarni tavsiya beramiz. Shu bilan birgalikda foydali yog'lar va oqsillarni eng ko'p tavsiya qiladigan mahsulotimiz esa kletchatkani, ya'ni sabzavotlarni, salatlarni ko'proq iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Chunki har doim ovqatlanganimizda birinchi navbatda ovqatlanishni salatlar bilan boshlang yoki sabzavotlar bilan boshlashni tavsiya qilamiz. Bu mahsulotlar organizmimizda birinchi navbatda to'yish hissini hosil qilib beradi va shu bilan birgalikda uglevodlarni juda sekin so'rilishi organizmda glyukozani keskin oshishini oldini oladi. Hozirgi paytda juda ham udum bo'lgan diyetalar mavjud. Masalan, keto diyeta, paleo diyeta, autoimmun protokol va vegetarian diyetalar mavjud. Ularni esa har birini o'zini o'rni bor va o'zini afzalligi va kamchiliklari bor. Hozirgi paytda juda ko'pchilik uchun sevimli bo'lib ulgurgan keto diyetalar mavjud. Juda ko'pchilik bu diyetadan foydalanadi va bu diyetani afzallik taraflari u diyetada insonlar juda ham tez vazn pasayishga erishadi. Keto diyeta haqiqatan vaznni tez pasaytiradi, insulin rezistentlikni oldini oladi, qandli diabetda qondagi qand miqdorini pasaytirishga juda ham foydali va nevrologik kasalliklar, masalan, epilepsiya kasalligida ham juda ham foydali parhez turi hisoblanadi. Keto dietada ratsioningizni 70% foydali yog'lardan, 20-30% oqsillardan va bor yo'g'i 10% gacha uglevodlardan iborat bo'lishi kerak. Keto dietada tez ozamiz, qondagi qand miqdorini tez tushirib olamiz, lekin uning ham o'ziga xos kamchiliklari bor. Ya'ni organizmda har xil hidlarni paydo bo'lishi, bosh og'riqlar, ko'ngil aynashi va holsizliklar bilan kechishi mumkin. Ba'zi holatlarda qondagi keto miqdorini ham juda ham oshib ketishiga sabab bo'ladi. Keto dietada ham qarshi ko'rsatmalar mavjud. Masalan, qalqonsimon bez kasalliklarida, gipotireoz yoki tirotoksikoz kasalliklarida, oshqozon yara kasalliklarida, o't-tosh kasalliklarida keto dietani tavsiya qilmaymiz. Keyingi parhez turimiz vegetarian diyeta. Ko'p insonlarimizning tanlovi hisoblanadi. Uning ham o'ziga xos afzalliklari va foydali taraflari bor. Uning boshqa diyetalardan farqi hamma hayvon mahsulotlari ratsiondan butunlay chiqarib yuboriladi. Go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari, baliq mahsulotlari, parranda mahsulotlari kabi mahsulotlar umuman iste'mol qilinmaydi. Bu diyetaning foydali xususiyatlari organizmda xolesterinni pasaytiradi, qon tomirlarini tozalaydi va yurak-qon tomir kasalliklarida juda ham foydali hisoblanadi. Vegetarian diyetaning kamchiligi bu organizmda vitamin va minerallarning yetishmovchiligi,
oqsil yetishmovchiligi va ko'p holatlarda kamqonlik shakllanishi mumkin. Mana siz endi diyetalarni bir-biridan farqini bilib oldingiz. Agar sizga biror diyeta qo'llash kerak bo'ladigan bo'lsa, demak albatta shifokoringiz bilan birga maslahatlashasiz va shunga qarab sizga mos bo'lgan diyetani qabul qilasiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyda qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.